mashinani zo'rligini. Bobar. Qo'ysangchi xafa bo'ldim. Nimaga? Nima kelgan aytmaysan? Syurpriz qilmoqchi edim o'rtoq. Qo'y, xafa qilding. Lekin mashinang zo'r ekan o'rtoq. Yoqdimi? Yo'qdi. Menga qara. Karta o'zida. Bor bir aylanib kel. Yo'q. Aytganni qir, aylanib kel. Mashina kichik ekan. Biz uch kishimizda. Bolangga o'zim qarab turaman. Qalaysan qizaloq? Allohim. Nimaga meni farzandsizlik bilan sinayapsan? Axir u senga oson-ku. Mayli. Hamma narsamni olgin. Menga shu bir donagina farzand bergin. Bilaman. Gunohlarim ko'p. Allohim meni kechirgin. Tavba qildim. Menga ham bir donagina, bittagina farzand ber. Birovlarni farzandlariga kelash dam to'yib ketdim. Zo'r ekan mashina. Mazza qildim. O'rtoq, mashinang zo'r ekan. Mazza qildim. Biz butun umr eshakda ishlasak ham bunaqa mashina ololmasak kerak o'rtoq. Baxtlisan. Noshukr rahmat bobur. Aslida sen baxtlisan. Xudoyim senga butun mol davlatingni bersang ham sotib ola olmaydigan ne'matni berib qo'yibdi o'rtoq. Inson o'zi shuda shuncha berilgan ne'matlarni qadriga yetmasdan boshqalarga havas qiladi. Boshqalar esa unga havas qiladi. Hayot shu ekanda o'rtoq. To'g'ri aytasan. Ha aytgandek, yaxshi ko'rasan deb ko'nakdan senga shirinlik aytib qo'yganman. Olib ketasan, xo'p? Keyin kechga plan qilma, ko'rishamiz. Xo'p. Sog'ingan. Ko'rishamiz o'rtoq. Rahmat.